13-asr. Dunyo bir kishining jasoratiga bog'liq edi. Chingizxonning yengilmas qo'shini butun sivilizatsiyani titratayotgan edi. Faqat bir kishi unga qarshi chiqishga jur'at etdi. Xorazmning so'nggi sultoni Jaloliddin Manguberdi. Biz uni Sind daryosidagi fojiali mag'lubiyati bilan eslaymiz. Lekin agar unday bo'lmaganda-chi? Agar u o'sha kuni g'alaba qozonganda-chi? AI tarixchi taqdim etadi. Haqiqiy tarixda 1221da Jaloliddin Parvon jangida Mo'g'ullarni ajoyib tarzda mag'lub etdi. Bu Chingizxonning birinchi yirik mag'lubiyati edi. Ammo muammo shundaki, g'alabadan so'ng uning qo'shinida o'lja ustida nizo chiqdi va bir qismi uni tark etdi. Ko'p o'tmay Sind daryosi bo'yida Chingizxonning o'zi boshchiligidagi asosiy kuchlar uni qurshab oldi. Uning armiyasi tormor etildi. Endi keling, AI yordamida tarixni o'zgartiramiz. Burilish nuqtasi Parvon jangidan keyingi kun. AI tahliliga ko'ra, agar Jaloliddin o'lja nizosini qat'iy qo'llik bilan bostirganda va qo'shinning bo'linishiga yo'l qo'ymaganda nima bo'lardi? Birlashgan va ruhi baland qo'shin Sind daryosi bo'yida Chingizxonni kutib oladi. Ular chekinmaydi. Ular jang qiladi. Jaloliddin daryoni qalqon sifatida ishlatib, Mo'g'ullarning otliq ustunligini yo'qqa chiqaradi. U Chingizxonni ikkinchi bor bu safar hal qiluvchi tarzda mag'lub etadi. Chingizxon O'rta Osiyodan chekinishga majbur bo'ladi. Xorazmshohlar davlati Eron va Markaziy Osiyoda qayta tiklanadi. Eng muhimi, Mo'g'ullar hech qachon Rusga, Polshaga va Vengriyaga yetib bormaydi. Sharqiy Yevropa tarixi butunlay o'zgaradi. Mo'g'ul imperiyasi Yevrosiyoni birlashtirmagani uchun Buyuk Ipak yo'li boshqacha rivojlanadi. Amir Temur kabi yangi kuch paydo bo'lmasligi mumkin edi. Bugungi dunyo xaritasi umuman boshqacha bo'lardi. Albatta, bu shunchaki Irons tomonidan yaratilgan ssenariy. Ammo bu bizga bir narsani ko'rsatadi. Tarix bir necha hal qiluvchi lahzalarga bog'liq. Jaloliddinning Sind daryosidagi qarori dunyoni o'zgartirib yuborishi mumkin edi. Siz qanday o'ylaysiz? Bu alternativ tarix haqida fikringiz qanday? Izohlarda yozing. Va keyingi videoda qaysi tarixiy voqeani o'zgartirishimizni xohlaysiz? AI tarixchi bilan qoling.